Namozning bor foydasi, yashashning bor qoidasi, qiziqqani el saydosi. Kimki o'zi taqvodor, namozning bor foydasi. Tahoratli poklanar, gunohlardan oqlanar, obro'lari saqlanar, namozning bor foydasi. G'iybat joyda turmaydi, elga ozor bermaydi, hech bir sang'ib yurmaydi, namozning bor foydasi. Makruh joyda yotmaydi, ko'rmayi taom tortmaydi, eldan bezib ketmaydi, namozning bor foydasi. Manmanlikni suymaydi, kalta kiyim kiymaydi, el mehriga to'ymaydi, namozning bor foydasi. Har kuni sahar turadi, tahoratda yuradi, Alloh rizqan beradi, namozning bor foydasi. Sabr qilib shoshmaydi, fe'l haddan oshmaydi, tushkunlikka tushmaydi, namozning bor foydasi. Ko'ringanga izzatda, borgan joyda hurmatda, yashar doim rohatda, namozning bor foydasi. Yetishadi savobga, chechang bo'ladi gapga, tayyor savol javobga, namozning bor foydasi. E'tiborga o'ziga, rahmat olar so'ziga, nur yog'ilar yuziga, namozning bor foydasi. Borgan joyda ko'p turmas, yolg'on o'shak gapirmas, sinalmasga sir bermas, namozning bor foydasi. Hech kim haqqin yemaydi, o'zim zo'rman demaydi, dunyoda xor bo'lmaydi, namozning bor foydasi. Yo Rab deb turishda, rohat bo'lar har ishda, duo oylari farishta, namozning bor foydasi. Yaratganning hurmati, payg'ambarning ummati, bo'lar emish jannati, namozning bor foydasi. O'qsa bu dunyoda, rizqi bo'lar ziyoda, sarg'aymaydi soyada, namozning bor foydasi. Namozxonlar mard ketar, ro'zasini ham tutar, oliy maqsadga yetar, namozning bor foydasi. Kechirilar xatolar, o'tmishlarni yod olar, qayg'u g'amlari yo'qolar, namozning bor foydasi. O'tgan ruhlar shod olar, shayton esa mot olar, toycha minsang ot bo'lar, namozning bor foydasi. Sizlar ishoning gapga, nurli Qur'on kitobga, bir kunni savol javobga, namozning bor foydasi. Muallif Muhammad Eshboyev, Mehrob Uz. Ijroda Gulxayr. E'tiborlaringiz uchun rahmat kattakon azizlarim. Hamisha toat ibodatda bo'laylik, ilohim. Alloh panohida bo'laylik. Allohning o'zi qo'llab-quvvatlasin barchamizni. E'tiborlaringiz uchun rahmat kattakon.